pul. Yeb qo'ydim. Dadasi, bu yog'iga sovuq tushib qoldi. Bolalarga o'zimga kiyim qilishimga pul bering. Qancha? Beravering, qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Shuni o'zi ham lekin yetadi, dadajonisi, rahmat. O'zim bilaman. Nargiz opa, bularni 270 ming degandingiz. Mumkindan kelsa qancha qilib berasiz? Mumkindan kelsa 220 dan qilib beraman. 50 ming foyda. Nargiz opa, bular 85 ming ekan. 60 dan qilib beraman. 40 ming foyda. Boyga 50 mingdan 90 ming. Voy, buni ichlari astarli ekan. Onamni umriga jo'nataman deb niyat qilgandim. Olib qo'yaman. 450 ming dedi, 380 ming qilib beraman. Voy, bunisini xolamga olaman. Shunda 380 bo'lsa 70 ming, 70 ming. Ikkalasidan 140 ming foyda. Bu 99 ming ekan. Aniq 70 ming qilib beradilar. Voy, buni sifati rosa ham zo'r ekan. 150 ming bo'lsa, shunda bu 120. Hadicha banu, bu yoqqa qizim, buni kiyib ko'r, tezga. Buni singlimga olib qo'yaman. O'g'il bolaga ham, qiz bolaga ham ketaveradi. Narxini 200 ming degan bo'lsa, 150 ming ekan. Bu do'kon zo'r ekan-a? Yo'q narsani o'zi yo'q. 150 ming, 120 mingdan qilib berar ekanlar. Voy, tuya ko'rpa, 290 ming, 250 qilib bersalar, tug'ilmagan jiyanimga olib qo'yaman. Dadasi, kelib qoldingizmi? Ha, Chilonzor 17-kvartal. Ha, o'sha eski parlament. Nargiza butikdaman, kelavering. Mana keldim. Voy, keldingiz. Ber qo'lingdagilarni. Sovuqda kutib qolmadinglarmi? Yo'q. Oho, shuncha narsa olibordingmi? Ha. Keyin nima bo'ldi? Puling qolmadi. Biz zapravkaga pul olmay chiqibman uydan. Yo'q, dadasi, o'zi zo'rg'a yetkazdim. Aldamay oyi, mana pul. Yeb qo'ydim.